Men o'zimni o'g'limni bugundan boshlab ishonib topshiraman sizlarga. Zo'r. Bolalar bekorchi vaqtini kerak emas narsalarga sarflagandan ko'ra to'g'ri va zamonaviy kasblarni o'rgangani yaxshi. Masalan, ota-onalarning ishiga ham, hisobot yozishiga ham kompyuterlarni hozirgi bolajonlar zo'r biladi. Bu yaxshi. Hozirgi o'sha viloyatdagi ota-onalarimizga onlayn kurslar bo'yicha qanaqa maslahatlar bera olasiz? Bolajonlarni kichkinalikda mana shu kompyuter, IT sohalariga berish kerak, ular buni o'zlashtirish kerak. Bu zamonaviy kasb. Menga yoqdi, hozir o'rganib ko'rib chiqdim, mutaxassislar zo'r, haqiqiy ustozlar, tajribali ustozlar dars berar ekan. Viloyatdan turib Toshkentga kelib, bolasini uzoqqa qo'ymaydida, onlayn bolalarga ta'lim bersa bo'lar ekan. Demak, internetdan ingliz tilini, grafika o'sha siz aytgan IT sohalarini mukammal o'rganish mumkin. Onajonlar bolalarning bo'sh vaqtini to'g'ri taqsimlab, onlayn darslarga ham qatnashtiringlar. Sizlar uchun Junior IT akademiyasi hamma qulayliklarni yaratib bergan. Bu rostdan yaxshi imkoniyat.